Akalar bugun yangilik qilib Bexizorga kelganmiz. Juma bozorga. Mol bozoriga keldik. Sizlar uchun parrandalarni ham olib beraylik. Keldim akalar, xudo xolasa. Bitta narxlarni bilib beramiz. Hozir necha puldan ekan? 130 ming so'mdan cho'chalar. Kattalar 130, maydalari-chi? 80 mingdan 130 minggacha ekan akalar. Induy. Rahmat toshlar. Necha puldan ekan bular? 700 ming bo'lishi. 700 ming bo'lishi. 700 ming so'm ekan akalar. Induylar. Necha kilo yosh qiladi aka taxmini? 6,5 Juda og'ir ekan, ko'tarib ko'ring o'shamasa. Ha? Ya bilaman. Men qo'shqormi deyman, yo qo'ymi deyman. Buni endi gigant sorti ham bor oqi. 38 kilogacha go'sht qiladi. Bundan qo'y boqqandan mashina boqqan yaxshi. Shunaqa ekan. Sog' bo'ylar. Ko'rdinglar qanchadan ekan xola? 17 mingdan kami bor. 17 mingdan kam bor. Bularchi? Bular 25 mingdan kami bor. 25 ming. Muchimi tovuq? 30 ming. 300 ming ekan. 6 ta bolasi bor ekan tayyor. Ha, mana. Narxatiga ukamizga lakni bosib qo'yasiz. Sog' bo'ling. Necha puldan aka bular? Necha puldan aka? 20 mingdan. Ularichi? 13 mingdan kelishtirib beryapman. O'rdinglar? O'zlar narxini bo'lyapti. Barakasini bersin. Zo'r narx. Quyonlar ham bor ekan. Necha puldan aka quyonlar? Ba'dan. Naqdan olib boraylik, naqdan kelamiz. Qani? Necha puldan ekan o'rdinglar aka? 25 ming. Bularchi? 8 mingdan deydi. 8 ming. Voy urushdi qaranglar, urushdi. Urushyapti mana ular. Qani? Hozir o'tib olashyapti. Mashaka, aslida. Hozirga hormen. Necha puldan ekan bular? Aka bular 18 kun, 20 kunga o'tdi. To'rtinchi vaksinatsiya olindi. Ha? 15 ming beryapti. 16 ming, 15 ming. Bularchi maydalar? 7 mingdan. Serobmi aka? Bor aka. Telefon nomeringiz bormi? Ayting. 99 lik. 493 493 78 09. Qiziqqanlar aloqa chiqarasiz ekan, serob ekan. Savdoingizni bersin aka. Bedanalar bor ekan, kelar mana. Necha puldan bedanalar aka? 6 ming so'mdan. Tug'adi bular. 6 ming so'mdan tug'adigan bedanalar, kelar mana. Ko'rsatmaysiz. Zo'r. 5 dan berib olasiz. Telefon nomeringiz? Aytavering, telefon qilishadi. O'sha ko'proq olganga-da. Mana. Bexizorga kelsalar akalar kelaverasiz. Rahmat aka, savdoingizni bersin. Mana tuxumlar. Mana tuxum tug'adi. O'rdinglar qanchadan? 40 ming. Bunisi kattasi? 500 kam bor. 500 kam bor. Zot qanaqa buni? Gavanda. Gavanda. Mana meni uni oling. Bundan serob o'zimda. Rahmat. Bu mashina bolasi. Quyonlar necha puldan? 100 mingdan. 100 mingdan. Bu sizni otasi. Chiroyli, qaranglar. Rahmat, savdolanmaysiz. Endi German. Mana. Xo'rozlar qarang. Necha puldan aka bular? Orada 140 mingdan. 140 makyonlari? Bularchi? 110 dan. Muchi bu xo'roz? Xo'roz 250 deydi. 250. Xo'rozlar makon 130. 200 mingdan makyonlar 130 ming. O'rdinglarchi aka? O'rdalar 2 xil o'rdak bor, albatta ingiskina jo'jalari bor. Ha? 60 mingdan 45 ming qilib beryapti. 60 mingdan 45 ming bo'lishi. Bular bu haqlarni 50 ming qilib beryapti, 60 ming. 50 ming, 60 ming. Quyonlar ham bor, ha? Necha pullar? Bular Eng kami, eng baland. eng pasti 35 ming maydalovlari. Ha? Balandda bitta reksi bor, shu yugurishga ham mayin bo'ladi. Aha. 220 ming qilib beryapti. 120 ming. Men bu kattaroq yoki 200 ming qilib 170 ming qilib beraman. 170. Telefon nomeringiz bormi? Bor. Ayting. 93 93lik 282 282 1111. Akalar quvvat olinglar bo'lsa, Farg'ona shahar ham. Telefon qilaverasizlar. Hammasidan bor ekan, xohlagan turlaringdan. Nimasi? go'shtlari ham bor. Go'shtlari ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Akalar mana. Do'stinglar. Barakasini bersin. Ketdik. Mashaq qarab beraylikchi.
Nechi puldan ekan aka qo'yonlar? 50 mingdan. 3 oyda ko'payarmi? Bir oyda ko'payarmi? 30 kunda ko'payar ekan. 30 kunda bolalaydi. Bir oy dam oladi. Bir oy qochadi. Bir oyda Ular 1 yilda 4 marta. 3 oyda bitta. 4 marta bolalaydi. Rovna yaxshi. 6 ta borib qo'yganman. Mashincha oldim. 20 ming, 25 ming oldim. Yilida 1 oy bo'ldi. Uji mashincha bo'ldi hozir. Yana bir 2 oyda sekin katta bo'ladi. Tez katta bo'ladi. 50 mingdan kam bor ekan, kela mana. Zo'r. Katta kichik aralash. Chiroyli ekan, vobshe. Bularchi, bulari ham shunaqami? Bulari. Bir xil. Kattalari ham bor ekan. Tayyor ular, kela mana. Nechi puldan bu yeringlar? 200 ming. Mashinadan ko'paytirsangiz ham buni. Bitta tuqqanda pulini chiqarib beradi-da. Ha, bu qulog'i pastga. To'ni o'xshab turibdi. O'rdanglar nechi pul o'rdanglar? O'rdanglar qanchadan? 50 mingdan. O'rdanglar 60 mingdan. 60 ming kam bor ekan. Telefon nomer bormi aka? Ayting. 91lik 126 1230. Qiziqarli aloqa chiqarasiz. Payelka, mayelka, suvidish, donitish hamma yo'qi bor ekan. Bular nechi puldan aka? Bulari 25 ming ekan. Bu maydalari ham bor ekan, polni. Ular hamma yoqqa narsa bor ekan. Kela aloqaga chiqarasizlar. Barakasini bersin. 15 ming so'mdan ekan cho'jalar. Bular nechi puldan opa? 20 mingdan ekan, burillaylar, kelaman. Bu kichkintoylarchi? Kichkintoylarimiz 7 mingdan. 7 mingdan ekan. Nechi kunlik? Bular 2 kunlik. 2 kunlik ekan. Yangi mana. 7 ming so'm. O'rdanglar qanchadan oladi? O'rdanglar 15 mingdan. 15 ming. 18 kunlik. 15 mingdan 18 kunlik. Bular nechi pul opa? 10 ming so'm. Telefon nomer bormi? So'raganlarga telefon nomer. Ayting. 50 lik. 188 100 ming tushiraver. 100 ming tushiraver, o'tib uchun. Savdo qilib qoldi. O'zingizda bo'lsa aka, aytib olasiz-ku. O'zingizda bo'lsa, eskirgan bosgan bo'lasiz-da, kattasi. Men o'zimda 1,5 mingga bor. O nomerni olib beraman akalar. Просто yemga sotyapman. Agar 5 Qiziqarli telefon savdolashaverasizlar. Opa telefon nomer bormi? Ayting. 70lik 071 46 55 ga aloqa chiqarasizlar akalar. Qaysi biridan kerak bo'lsa, bemalol telefon olasizlar. Farg'ona viloyatida telefon savdolashaverasizlar. Rahmat opa, savdongiz bersin. Bular nechi puldan ekan opa? Aka 5 mingdan. Opa nechi puldan bular? 25 ming. Zo'r. Akalar, ukalar. Bexizdora keldik, xudo xolasa. Teptalaklar bosib qo'ylar, video yoqqan bo'lsa. Kuzatib borgan hammaga rahmat, sog' bo'la, salomat bo'la. Keyingi videolarda ko'rishguncha.